Bularni hozir Turkiyada davolashadi. Agar biza kerakli summani yig'ib bera olsak. Buxoroga tashrif buyurganman o'rtoqlar. Buxoro viloyatidaman. Shu bemor akamizni ko'rgani kelganman. 4 yildan beri bir dard bilan olishib keladilar o'rtoqlar. Erkak kishiga bu juda ham og'ir narsa. To'shakka bog'lanib qolish. Mana yerda yotadilar, mana yerda yeb ichadilar, nima qilsa shu yerda qiladilar. Sharoitlari og'ir. Har bitta ishlatayotgan mahsulot, har bitta shu dori falon pulli dorilar hammasi. Bularda o'zi hech bola qolmagan, sharoit yo'q. Sharoitlari og'ir. Men videolarni qo'yib boraman, juda yomon ahvolda bo'lganlar. Shu 1-2 yil oldin videolarni, rasmlarini qo'yaman, ko'ringlar, tanishib chiqinglar iloji boricha. Va shu holatga kelganlar. Alhamdulillah, Allohga behisob shukrki, ozgina o'zgarish bo'lgan. Lekin insult o'tkazganlar. Mana jag' taraflari qiyshayib qolgan va bel orqa taraflari go'sht bo'lib ochilib qolgan, yara bo'lib, juda katta yara bo'lib ochilib qolgan. Yura olmaydilar. Oyoq taraf ishlamaydi. Mana shu narsaga bog'langanlar va mana shu apparatdan ko'tarib aravaga o'tkazishadi. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Albatta men ishonaman, bu video yaxshi insonlarning qalbiga yetib borsin. Musulmon ahli borki, mehribon bir-biriga. Kelinglar birlashaylik, yordam beraylik. 4 yil davomida bormagan joyi qolmagan bular. Alloh sabr bersin, Alloh dardlariga shifo bersin, mushkullari oson bo'lsin. Bularning operatsiyalariga 30 ming dollar pul hozirda kerak. To'shakka bog'langan o'zi singan holat. Kelinglar yordam beraylik. Endi hammani ham davlatda jannati ota-onasi. Men ham otam yurishlarini xohlayman. To'ylarimga xizmat qilishlarini xohlayman. Kelib yugurib, farzandlarim to'ylariga. Endi sizlardan iltimos qilib so'rayman, hamma qo'ldan kelgancha yordam qilinglar. Otam yurib ketsinlar. To'g'risi, ota-onamni yaxshi ko'raman. Bizlardan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Uzab ketsinlar, yordam berishlarini so'rayman. Men ham ko'p qatori yurishni xohlayman. Yotgan joyga erkak kishi uchun yotish juda qiyin. Uni hech dushmanimga ham tilamayman. Yordam qilinglar. Menga asosiy farzandlarim juda qiynalishdi, yordam beringlar. Orzungiz nima endi, orzungiz Xudo xolasa? Orzuyim endi hammani orzusi har xil, masalan, menga ham shu farzandlarim tugini, kamolini ko'rsa. Shu sog' salomat oyoqqa turib yursam, bo'ldi, menga hech nima kerak emas. Xudo xolasa. Yaxshi